Tirana bilan Blue Planet bo'lardi. Hozir nimadir qo'shilgan. Plyaj 0. Plyaj dab-dala. Agar plyajga, dengizga mazza qilib yalpayib yotaman, dengiz yotli suvlardan mazza qilib bahramand bo'laman. Men dengiz uchun boraman, bolalarimni o'pkalariga shamollamaslik uchun boraman. Bizga faqat dengiz kerak. Bolalarim bemalol dengizda yurish kerak desanglar, no, Rexis Radamisni anaqasi bo'lmaydi. Chunki bu tabiatda uni hech kim to'g'rila olmaydi. Koralli zonada joyda joylashgan. Masalan, tozalab qo'ysa bo'ladi bo'lsa, yo'q, bular juda ham berejna qaraydi korallariga, chunki koralla ham живое существо. Uni olib tasholmaydi odamlar uchun. A вот biza hozir dam olayotgan albatrosda anaqa zo'r. Plyajı zo'r, полный qumli, и полный qumli, baribir oyog'ingizga anaqa tapchika kiyib tushasiz. Вообще zo'r, вообще zo'r. Tapchikalarini ko'chadagi bozorlardan olsanglar, 3-4 dollardan olasizlar. Suv ichlikda koralli tapchikalar otelda 10 dollardan oldik biz. Rosa otelda ustiga qo'yib sotishadi. Aldoqchi xalq, rosa yolg'onchi xalq Egiptliklar, chunki turistlardan pul qilib qolish kerak. Qanaqa qilib bo'lmasin, bizdan pul qilib qolish payda bo'ladi. Qanaqa qilib bo'lmasin. Hamma shaharda shunaqa-yu deysizlar. Yo'q, biz Tailandga ham bordik. Tailandda mana shu gapni qul eta olmayman. Iymoni yo'q, ya'ni musulmon emas, tailandliklar. Iymoni yo'q, insofi bor odamlar. Bu yerda iymoni bor, insofi yo'q odamlar. Ancha yomonlab tashamay ko'rganimni aytyapman. Qo'lingizga rosa qarashadi. Har bittalar обязательно mayda 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar, 50 Egipt puliga qilib olishinglar kerak. 1 dollar 50 funt bo'ldi. Egipt puliga qilib olsanglar, artama. Egipt puliga qilib olsanglar, juda anaqa qo'lingizga qarashadi, qo'lingizga qarab muomala qilishadi. Endi juda qashshoq xalq. Ishchilari ham qashshoq, rahming keladi. Dobriylar ham bor orasida, kulib turishadi. Mushugingizni pishitishmaydi. No, yana farqini qiladigan bo'lsa, men o'shanda ham Rexis Radamis dam olganimizda urushib ketganman. Men ofitsiantlar bilan qarasam, yevropeychilarga zo'r obsluga qilyaptilar, bizga yaxshi qaramagan. Keyin shef powerga borib janjal qilganman. O'sha turadi, sheflar chiqib kuzatib turadi, situatsiyani janjal qilib tashaganman. Nimaga buni? Оказывается, dardi pul ekan. Biz ham bilmaymiz, u har doim kelib yurmaganmiz, to'g'rimi? Вот. Agar Sharm-Sheikh kelmoqchi bo'lsangiz, обязательно 1 dollar, 2 dollar kichkina pulchalar olib olinglar. Men erman, ko'p berib yubording, 2 dollar, 3 dollar, 5 dollar desalar. Atasi 65 ming berib olamiz, atliga deb qo'yaman. Dollarda ko'p ko'rib ketadi. Shuning uchun Rexis Radamis premium ovqatlari, детский plashatkalari, xonalari, masalan, kirganingizda bizda bu yerda xolodilligimizda 2 ta qutisi turuvdi kirganimizda. O'tda Sprite, Cola, Fanta, pivo, normalniy pivo, chaqchuqlar, Pringles emas, o'zini milliy anaqalarim. Nima edi, Hasan aka, chipslari, qarash tiqib tashiydi. Yana 1 dollar bersang, olib kelib yana tiqib tashiydi. Tugamaydi, tekin. O'sha pulingizni ichida, tekin emas. O'zi aslida hammamizga to'laganmiz hamma narsaga, shu all inclusive yeb yurishga. Lekin bu otelda ham umuman ochiq qolmaysiz. Umuman mana hozir hali biz voqliroq 12:30 obedlangan bo'lsa, hozir qornim ochiq qoladi, oyoqqa borib, yana non norasi shashlik solib, qizlarimga nima olib keldim? Vafli shokoladlarni olib kelib, fruktalar VIP, ichimliklar VIP, ichkiliklar ham VIP. Faqat ichkilisi yana farqi bor. Aytishadi ichganlar Rexis Radamisda более premium deyishadi, ichkili mana spirtnoylari. Albatrosda bu yerda местный, даже suv ham qo'shilgan, местный bo'ldiki. Endi uni ichib yurganlar farqiga boradi. Xullas bu plyajı zo'r, ovqatlari yaxshi, zo'rga kirmaydi, yaxshi. Masalan, Pik Albatros Palace deb YouTube'ga qo'yib bersalar, o'rislar rosa aniq qilishgan. Territoriya zo'r, basseynlari ko'p. O'sha nomuli Rexis Radamisga borganda qizimga ko'ksaki toshib ketgan. Bu yerda yaxshi ancha. Chunki ko'proq bu yerda plyajda bo'ldik. Plyajı zo'r, odamlari yaxshi, servis yaxshi.
faqat nosi bitta bu yerda nosi ovqat. Lekin bu yerda odam glavniy nima uchun keladi? Dengiz uchun keladi. Dengiz uchun bo'lsa bu tanlagan. Ya'ni dengiz yaxshi, otel tanlaganingiz yaxshi. Endi biz o'zi Rasul Haymadi Rixsda ham ko'p dam olganmiz. Rosa xolimiz Babilal bahri. Endi Dubaylik uchun bora olmadik. Komilib, Dubayga bormay turganingiz yaxshi deshdi. Okey dedik, bormadik. Bu yoqqa keldik. Umuman afsuslanmayman. 10 kun kam, bir hafta vobshe kam, bir haftaga kelmaylar. Bir haftaga tur olgan odam uni yana 10 kunga ham cho'zdira oladi. U yoq bu yoq farqisi. Mana bizani ikimiz 10 kunga yaxshi turdan oldik. Bittada zo'r hisoblab berdilar. 10 kunga 7 kishi почти 7,5 ming dollar bo'lgan bo'lsa, aviaperelot, ikkita xona, bolalarim bilan birga, masalan, o'sha bitta xona 2+2 miz 4,5 ming chiqdi. 2+1imiz, ya'ni onam bilan o'g'lim, bitta bolamni ularga biriktirganimda 3,5 mingga chiqdi. U yoq bu yoq 7,5 mingga bordi. Bolaga hisoblanadi. Bolaga tekin degan joyi yo'q o'rtoqlar. Samolyotda ham bitta Humayra tizamda keldi. Humayraga joy bermadi. Nimaga bilmayman, mayli. 10 kunga 7,5 ming 7 kishiga bo'lsanglar, 1000 so'm, 1050 so'mdan chiqdi normalniy. Ha, pamadam raqami 100. Men boshqa narsa gapiraman, siz boshqa narsa gapirasizlar. Mana oranjiy variant 25. Siz oldin buni modelini biling. Maybelline. Qizlar, men faqat Maybelline ishlataman. Bering Maybelline. Yo'q. Boshqa pomada ham olaman-ku, mana to'g'radi. Arzon variant. To'xtab turing, bular ko'rsatyapman. Faqat Maybelline ishlataman, chunki labimda 2 kun turadi. Bunisi 1 kunga yetmaydi bu. Bu juda super stay emas, sal bleskli. Mana menimiz super stay 2 kunlab turadi. 150 bilmadim, ikkita bir xil. Bittasini onamga berib qo'ying. Ikkita 100 to'g'rimi menda shunda? Yo'q. Farq qilar ekan, ozgina farq qilar ekan, qaranglar. Farqi yo'q-a? 180 bilan 100 to'g'ri. 180 bilan 100 to'g'ri. Ovqati nega no deb Pikalbatrus so'rayapsizlar? No emas. Ovqati zo'r. Ovqati zo'r. Xili kam. Turi kam. Tushundingiz? Turi. Mana aytaman, Rixis Radamisda har kuni krab, balki mo'l produkt yemassizlar. Chig'anoni ming xili, bunaqa fruktlar, tarvuzlar, mangolarni to'kib qo'yardi. Bu to'shib biz yeydigan fruktlar. Olmani 2 xili, olxo'ri, g'aynoli, banan, apelsin. Mayli, shuni ham yemaydiganlar bordir. Endi yetkazganiga shukur. Ora-orada o'zim. Masalan, umuman fruktasini yemani. Bo'lsa, tropik joyga kelganda tropik meva yegin keladi. Bularning o'zini mevasi unaqa qimmat emas. Mango qo'ymay, tarvuz umuman yo'q. Soklari ham konservadagi soklar, anaqa naturalniy soklar yo'q. Svejvijdi soklar yo'q. Aytaman-ku, Pikalbatrus o'rtacha narxdagi atella setiga kiradi. Rixis premium atella setiga kiradi. Premium to'lagingiz kelsa, mana 10 kunga bizga Rixis Radamisga 7 kishini 9,5 ming dollar hisoblab berishdi. Biz o'sha 2 ming dollarni ekonomik qildik-da, bu yoqqa keldik. Bu yoqqa kelmaganman, kelib ko'rdim. Afsuslandim o'sha 2 mingdan kechganimizga. Erimga ozgina sasadim, 1 kun, 2 kun. Uni sevib qoldim bu yerda ham. Yoqdi. Och qolmaysizlar, go'sht, faqat go'sht. Qanaqa go'sht? Steak go'sht beradi, shashlik qilgan beradi, kotlet bo'ladi, anaqa bo'ladi keyin, qirqma go'shtli bo'ladi. O'zi ikkita tuxumga ham qorin to'yadi, to'g'ri aytyaptilar. Hech kim och qolmaydi, mazza qilasizlar. Sok, svejvijdi sok yo'q. Bitta bolam bor, kvartirada qiynalib ishlang. Bu otel 5 yulduzlimi? Men bu otelga o'zi bu yerda hamma otel 5 yulduz deyshadi. Men lekin haqiqiy 5 yulduzli otelni ko'rdim Malayziyada. Aytaymi qaysi otel? Four Seasons. Juda qimmat otel hisoblanadi Four Seasons. Вообще luxury otel ekan. Yoqdi menga ani basseynlari. O'sha padachasidan bilasiz, basseynda o'tirsangiz so'k olib kelyapti, kompliment yong'oqlari bilan. O'sha mana shunaqa joylarda bilinadi premium otellar. Yaxshi bo'tam, zo'r. Polniy bekami ko'z $1 cho'ntak hisob qo'ysang, xizmatingni girdi kapalay bo'lib yurishadi. Agar oilaviy
Yaxshi ovqatli, ja qimmat emas, plyaji zo'r, territoriyasi dahshat otel qidirayotgan bo'lsak, mana shu otelga kelinglar. Pick Albatros Palace. Chunki Albatrosni xili ko'p, adashib qolmanglar. Blue Vistasi bor, yana nimadir. Meni Palace so'zini eslab qolinglar. Palace. Mana Yaturdan keldik. Biz yoki Yaturga Komolapali borganga boraylik, yoki istoriyalarimdan skachat qilib olinglar. Palace. Endi mendan so'rayapsizlar, ikkita katta, ikkita kichikni necha pul bo'ladi? Bu yo 3,5 ming, 4 ming atrofida bo'ladi o'rtoqlar. Biz O'zbekiston havo yo'llarida keldik, kstati. Yana qo'shildi pul unga aytganda. Bu 7,5 mingga biz yana 7 mingga yana 500 400 cha qo'shildi. O'shanda 7,5 ming bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llarida kelganimizda. Agar Asia Travel bir bala travelda keladigan bo'lsanglar, boru Centrum, yana bir nimalar, u arzonroq bo'ladi. Nabiqtur Dilfuza, Nabiqtur biz qo'yganimizmi? Nabiqmi doti? Nabiq sharmi, Mustafa degan bola biz Komolapadan, Nigorapadan ko'rib, sizlar bilan tur olmoqchimiz sizlardan desanglar, bizani otimizni aytib borsanglar, masalan, bitta delfin turini oladigan bo'lsanglar, yana qaysidir turni tekin qilib beramiz deb aytishgan. Gaplarga turishsa kerak, bilmayman. Shunaqa, u ham bizani o'rtog'imiz, o'pshi tanishimiz, Gulamovaning tanishlari ekan. Rayhonlar kelsa shu Nabiq turdan borar ekan, bilib olgan, u reklamani bilib olgan bola ekan. Mana Registradan ham reklamani bilib olgan. Men endi o'zi xijolatli odatim bor deb borib, men blogerman, menga bir nimalar qilib beraman, nima qilib beraman deya olmayman. O'zi aslida deyishim kerak. Nima qilay desa, undan yomoni yo'q deb. Lekin Registradanmiz blogerlar bilan ishlaydi. Mana shu tomoni zo'r. Xonalar qilib beradi, ani platniy jakuziylari bor, kuniga $300 shunaqalarni tekin qilib beradi, zo'r qaraydi. Bu ham shunaqa Nabiq tur bilib olgan blogerlardan foyda bo'lishi, chunki bu yerda faqat o'zbek, patok, o'zbekni ko'radi. O'zbek, Rossiyan, ora-orada italyanchilar bor. O'zbeklar esa ko'p ekan. O'zbek вообще ko'p. Xuddi bir qatta anaqa Toshkentdagi bitta kurortda yurganga o'xshayman. Bolalar bilan samolyotda qiynalmadim. Bolalar chiqadi, uxlaydi, tushadi, nima qiynalmadi. Chunki ves samolyot bola uchib keldik. Diskomfort bo'lgani yo'q. Qizlar, men endi tur operator emasman, tur agent emasman. Meni turim yo'q. Xudo xolisa niyat bor ochish, inshaalloh. Duo qilib turinglar, o'zimiz turlarimiz bo'lsin. Uni o'sha necha kishiliginglarni o'sha ya turga yozasizlarmi, любой bitta turga yozasizlarmi, turga o'zinglarni, yoshinglarni, datanglarni, qaysi otelda xohlayotganinglarni yozib so'rasanglar bo'ladi. Men bilmayman narxini. Men 7 kishiga 10 kunga Pick Albatrosga $7,5 ming O'zbekiston havo yo'llari bilan bo'ldi davomman. Hamma bolamizga, hamma bolalarimizga to'langanida. O'shaning uchun men bilmayman, oteldan kelib chiqib, agar biz Rixis olganimizda shu pulimiz 10 mingga bo'lardi. Bundan ham arzon otellar bor, masalan, Grand Plaza otel bor. Xuddi shunaqa ovqatlari sal pastroq. Plyajı zo'r zato, spokойный joy, basseyinlari ham bor, akkuratniy joy, plyajı zo'r. U arzonroq bo'lishi mumkin. Endi sizlar o'tgan turinglarga bog'liq. Menga hozir bolalaringlarning yoshini yozganinglar bilan men hech narsani hal qilib sizlarga aytib bera olmayman. Qaysi otel, qaysi sana kuniga o'zgaradi. Kuniga narx-navo o'zgaradi. Shuning uchun mendan yozib so'rasanglar, hozir javob bermasam, xafa bo'lib qolishinglar mumkin. Я-то не знаю, я же не туроператор. Turoperatorам sizlar sizga bo'ldi, davay, 5 kishimisiz sizga palonchi bo'ladi. Miydi, kiradi, datani ko'radi. O'sha sanaga vaqt bormi, joy bormi, samolyot bormi tekshiradi. Shunga qarab sizlarga narx chiqarib beradi o'rtoqlar. Nigoralar 6 kishi bo'lganligi uchun bizdan u yoq bu yoq $500 arzonroq bo'ldi ularniki. Keyin kelayotganlar bo'lsa, shahrimga chivindan Atkamarov anaqa olinglar. Spray. Green Leaf'ga ham bor, любой anaqaniki bor, Atkamarov spray. Bizlar ham ishxonada bor, qolganmi Qo'zan aka? Men uyimda turibdi, olib kelmanman, qaranglar, o'sha bu davr ketadigan kunimizga yaqin sotib oldim. Bu Astra brendi. Qosh qalam, qosh cho'tka. Shunaqa gaplar.
qoshingizdagi svirtkasi ko'rsating. Svirtka emas bu, qosh taraydigan, rang beradigan bunaqa astranki mana. Oy, necha gradus issiq sharmshiq, lyoqki veterok bor. Ayniqsa ertalab dengizga yoki qatqaga tushsangiz, maza qiladigan joyi. Sraz ozgina zagorosingiz yana isib qolasiz. Maza qilasizlar. Xullas bilib oldinglar, pulni ozgina ekonomik qilib, maza qilib dam olaman desanglar, bizga kelgan otelga kelinglar. Yo'q, pulim ko'p, bomba, maza qilaman. 4 kishi, 5 kishi kayf qilinglar, ovqatlarni yeb, vobshe bo'kib qolinglar. Mazala qilib yuboringlar desanglar, siz setlarga boringlar. Bu yerda ham bo'kib qolasiz, endi u yerda ham endi ovqat xilma-xilligi qiziqtirsa, bir xilli gurman bo'ladi, ovqat xilma-xilligiga qiziqadi. Bu yerda ham bor 4 xil makaron, 3 xil makaron. Hamma narsa bor. Bolalar nima yeydi? Bolalar o'sha nuggets yeydi. O'sha kartoshka frini yeydi. O'sha makaronni yeydi. O'sha pomidor bodringni yeydi. Bo'ldi. Kolbas sirlari sosiskasi yaxshi emas. Sirlari dahshat. Brinzalari dahshat va pishishi zo'r. Ertalabki bolalarga xlopyalar beradi, 2 xil kasha qo'yadi har kuni. Xumayraga kasha beraman, varenyachalari bor. Varenya solib kashaga shirin qilib beraman. Har kuni yeyapti. Har kuni bola kashalar, yaxshi ratsionli ovqatlar yeyapti. Ancha tushunarli gapirdimmi? Shuncha gapirsam tushunmaysizlar bari. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz sizlardan 2 soat orqadamiz, 6 bo'pti. Aylanadigan joylari yo'q, shopping qiladigan joylari yo'q. Hamma joydan jinni-g'ini finikili, shirinliklarini stoyib olishga. Necha yil chiqqan uni bilmaysiz. Aptekasdagi narsalar yaxshi. O'zimiz O'zbekistonimizda yo'q narsani o'zi yo'q. Eng zo'ri o'zimizni O'zbekistonimiz. O'shaning uchun men o'sha chet ellarga borsam hech nima olmaydigan bo'lganman. Chunki Toshkentda ham barterga, ham sovg'alarga jo'natishadi, ham o'zimizda hamma narsa bor. Ishoninglar, O'zbekistonda borchalik menimcha boshqa shaharlarda yo'q narsa. Shunaqa deb o'ylayman. Amerikada ham yo'q deb o'ylayman ko'p narsani. Eng zo'r O'zbekistonimiz, eng zo'r ovqatlar o'zimizda. Ishoninglar, pulinglar bo'lsa bo'ldi. Bu yerdan yuk qilib ko'tarib har bitta odamga achigan finikisini olib borishga ham ne stoyid. Вообще не стоит. Даже Tailanddan ishlama olmadik. Kim kecha 0. Jinna papildiruli narsalar, tuyaladi rasmni kiymaysizlar. Tekinga ham kiymaysizlar. Tailanddan nima oldim? So'xa frukt oldim. Bunaqa yo'q bu yerda, u ham yo'q ko'rsanglar. Ana, to'ppa-to'g'ri biz 3 ta bolam bilan noyabrda Radamizga boruvdim. Hech narsa yedira olmay yurganman, lekin o'zingiz maza qilib yeganmiz. Bitta narsani yeydi bolalar. Kartoshka fri, yaxshi ham nunuyim guruch yeydi asalim. Guruch, baliqlari shirin, suplari shirin, sup beribamiz. Mazza qilib supini ichibamiz. Supi вообще отменный, hamma любой sup. Lekin bitta ham ovqat rastasi bo'shab qolmaydi. Tiqib tashlaydi, to'ldirib tashlaydi. Ya'ni ozgina solsangiz bor ketur demaydi, yana solib ber yoki yana xohlaganingizcha tiqilguncha, karalkangizda qolib ketguncha olib yeysiz. Shunaqa. Ichkiliklari ham, ichimliklari ham, nonlari shunaqa shirin, non sevuvchilarga shunaqa buldichkalari shirin. Sevasizlar просто. Mana 6 dan 9 gacha ujin. Keyin yana aylanib kelib o'ynab kulib, diskotekalar qilib, o'ynab, babishga qilaman deydiganlar. Antepda anaqasi restorani bor. Soat 10 da ochilib, 1 da yopiladi. Zo'r ovqatlar, o'tda ham svejiy, antan
qotgan ovqat olib chiqib qo'yib qo'ymaydi. O'sha vaqt uchun sveji pishirib qo'yadi. Kecha eshitilyaptimi ovozim? Borganmizda o'sha tur operatorlar baraka topishsan u. Mana pulimiz ko'p emasligini ko'rib, Bilol xo'jaga yo'l kiradi. O'sha $500 kechib yuborishgan surpriz qilib. Bilol xo'ja tekin qilib berishgan. Baraka topishsin. U payt unaqa bloger, unaqa barterga borish degan narsalar bo'lmagan. Qo'ynidan chiqarib qilib bergan Bilol xojani tarif. O'shanda borganmiz Antaliyaga. U ham qimmat otel oldida otel bo'lgan, juda jishovoy otel bo'lgan. Dengizdan 100 metr edi. Dengizi biz borganmiz Lara plajida bo'lganmiz, Lara rayonida. Juda qum, juda toshli edi. Вообще cho'mila olmaysan, anaqa emas. Lekin men uchun xayolimda qolib ketgan nomer 1 zagar ishlayaptimi? Anaqa ishlayaptimi? Alo. Nomer 1 zagar Antaliyada bo'lgan. Ishlayaptimi? Qotib qoldim menimcha. Bo'ldi, ishlayotgan. Nomer 1 chiroyli zagar menda Antaliyada yoqqan. Antaliyaniki zo'r bo'lgan. Lekin shu bilan boshqa Antaliyaga bormaganmiz. Dubayga ko'p borganmiz, Sharjaga. Keyin Sharm Shayx topdik-da. Sharjaga ko'p borardik. Keyin bir marta asalim bitta o'rtog'im Lafes Travel, unda hozir Travel'ning oti o'zgargan, turini oti. U вообще Oybiy Nigoraga почти $6000 turni tekin qilib bergan. Menga $6000 turni tekin qilib bergan. Va biza bilan o'sha samolyot bir martalik reys biza bilan Rasul Xaymaga ochilib, biza bilan yopilgan. O'sha birinchisi va oxirgisi. O'shanda tekinga borib qolganmiz. Primoy reys. Hozir bor Rasul Xaymaga через Dubay. Unda primoy reys Rasul Xaymaga qo'ngan, keyin nimagadir olib tashashdi buni. Rasul Xayma ham zona kurortni o'tdi joy juda hali rivojlanmagan. Endi rivojlanib ketsa kerak. Ya'ni Dubay o'zi cho'l bo'lsa, undan ham cho'l joyda. Dubaydan mashinada 2 soatlik yo'l. O'tga ham borsanglar bo'ladi. O'tda ham Rixsdan olganmiz. 3 marta, Hasan aka. 3 marta bordik Babilal Bahrga. Bir marta Oybiy Nigor bilan bordik. Keyin bir marta qizlar bilan bordik. 2 marta bormiz Rasul Xaymaga, Babilal Bahr. Bir marta shu tekinga sayohatga borganmiz. Bir marta o'zimiz ikkita qiz bilan bordik, ikkita qiz bilan bordik. Shunaqa odamman, topgan pulimizni sayohatga sarflashni yaxshi ko'raman. Chunki ko'rganinglar qoladi, maza qilganinglar qoladi. Bilmayman, biz sayohatni yaxshi ko'raman. Monte Carlo otel haqida yo'q, bormaganman o'tga. Bormagan joyimga hech nima deya olmayman. Yo'q, Kipri o'zimniki emas, ishxonamdagi namuna ekan. Yaxshi turib berdi lekin. Nimaga Rixis Seagate'ga bormadingiz? Menimcha endi kirdingiz, Surayyo. Rixis Seagate birinchidan yangi joy kelgim keldi. Boshida achindim, keyin achinmadim. Rixis Seagate bizni ko'pchilik bo'lganligimiz uchun $2000 qimmat chiqdi bu yoqdan. Juda katta farqda bu $2000. Juda katta farq. O'shancha 7,5 mingga bu yoqqa oldik. Shu $2000 save qilib qo'ydik. Uni zato nimadir ishlatamiz. Kichkina pul emas-da, 2,5 ming. CC kremning original rasmini tashlab yuboring. Qayerga tashlab yuboring? Yo'q, Sultan Gardenga bormaganman. Biza Sharm Grand Plaza'da bo'lganmiz, sal budjetliroq boshida. Keyin Rixis Radamis'da bo'lganmiz, keyin Albatros Blue Vista'da bo'lganmiz. Mana Albatros Palace'ga keldik endi. Mo'tdan beri bilmayman, 20-40 mingdan beri plusni gapiryapman u. Yo'q, o'sha ozgan vaznimda men prosta osilichlarim tortildi. Chunki sharri ham puflab bitta qo'yib yuborsangiz tuf bo'lib qoladi tirishib. Keyin yana o'zimga kelayapman hozir. Da, Mohir opa, assalomu alaykum. Qalaysiz, tuzumsiz?
Ha, yaxshi otel, yoqdi, zo'r. Faqat Radomskiy, Rixsga bormasdan turib kelsa zo'r. Atak hamma tomonlama qulay bolalarga. Ay ko'ramiz, bilmayman, hozir gif qilish planimda yo'q, ezilib ketaman. Qo'lingizga nima bo'ldi? Manimi? Yuzimda surgan tonalkamiz o'chira olmayman. CC kremim, tonalka emas, CC kremim. Plaji zo'r, plaji gapirmasa ham bo'ladi. Dadiki Rixis Radomskiy olishdi ular, Radomskiyda dam olishar ekan oilaviy. Puli ko'p buni, Radomskiyda dam olursin. Ular ham ko'pchilik borishadi. Shuncha bledniy bo'lib ketdim-da. He, Mohira opa, mana lo'rsizda bitta narsani ayting. Nega bular morоженое ketidan pirojniy ketidan shokolad ketidan mozda kola ichsa ham bu yerda yaxshi yurishadi. Shuni tushunmayman, aqlimmi? Toshkentda ana shamollar oldidan o'tib ketsa haq bo'lib qolishadi shamollab. Necha marta bordim? Oldingizda shu kelgunimcha har oy boraman, bilasizmi? Men bormagan otelimni bir nima deya olmayman. Men Sultan Gardenga bormaganman. Borganim haqida gapira olayman. Bormaganimni u yaxshi, bu yaxshi deya olmayman. Ahamiyat bersangiz faqat borganlarimni hisob sanab chiqdim. Da menimcha ham dengiz bo'lganiga deb o'yladim. Va alaykum assalom Gulnoza, xush kelibsiz. Da biz asosan zagar olamiz bunaqa joylarga kelib. Zagar olmaslik iloji yo'q. Yosh hamma joylarga yuzim judayam yuzim oqaribdi. Shu bu siz krem menga tushmayapti, salim. Yana ham qorarog'ini chiqarish kerak zangmi? Prosta Koreyada hamma oppoqqina bo'lgani uchun ularga mo'ljallab chiqaradi-yu. Tag'in ham anaqa ko'jaga yaqinroq, men ham zagar olmagan ko'rasizlar. Unchalik. Uncha mayli. Yo, balko. Yuzim bilan badanim qilib zagar olmadim. Yuzimga xos CC krem surdim, zangmi. Tonalka ochiq baribir, tonalkasi bor-u. Shunga shunaqa bo'lib turibman. Yerinimda salani toni bir xil bo'lsin deb. Qoshingizni kim qilgan? Voy, kim qiluvdi-ya? Salimi profili nima edi-ya? Уже не помню. Mana ham xonamda qilishadi, qizlar yaxshi qilishadi. Ay, jonim, nima edi profili? Va, eslolmayman profilini. Topsam qo'yarman. Indinga qaytamiz, safarimiz qaridi. Ertaga Xudo xolisa narsalarni yig'ib, yoyish bir tema, yig'ish bir tema, uyga olib borib uni dalshi yoyish bir tema. Lekin butun Nigorga yuborgan birga olamiz degan videolarimizni bittasini ham olmadik. Biz kulib shunga. Hali ham ola olmaymiz. Diving qilmadim, qilganman. Prosta bundaqa maska bilan yurdim, suv tagini ko'rdim. Bo'ldi, уже rosa ko'p gapirib bo'ldim. Уже qanaqa sharoitlar haqida istoriyamni kuzatib tursanglar gapirib turibman ora-orada bir. 40 minut oldin gapirgan gapim hozir qaytadan gapirib bera olmayman. Xiloshga bu yerda 3 mahal ovqat degan narsa yo'q. Bu yerda ertalabdan kechgacha ovqat degan narsa bor. Bilmayman qaysi otel tanlashingizga qarab, buni tur operatoriga yozasiz. Men tur operator emasman.
Baribir yo xotinga 2000 dan oshadi. 2,5 mingga ketadi, 2,5-3 ming. Qanaqa ateljizga qarab. Hozir bu joyga borsangiz kishi boshiga baribir 1000 so'mdan 1,5 minggacha bo'lib qolgan. To'g'risi. Mana shu makiyaj qilmasa va shu xunuk bo'lib qoladi. Ha, to'ppa-to'g'ri asalim. Xursand bo'lsangiz bo'ldi, asalcham, otingiz ham asalcham ekan. Sasha bilan uchrashmadim, Kamola. Toshkentga borib, endi uchrashamiz, xudo xolasa. Ulgurmadik. Ketadigan paytda meni vaqtim bo'lmadi, uni vaqti bo'lmadi. Unda adaptatsiya ketdi bolalari Toshkentga o'rganguncha. Bir haftaga. Endi hamma o'rtacha bir hafta oladi-yu o'zi. Kelganimda bitta oila yurgan ekan, ikkita bolasi bilan, kichkina shu meni bolalarimdek. 16 kunga kelishgan ekan. Ketgimiz kelmayapti deb ketishdi. Biz 10 kunga keldik. Rahmat Luna Blum. Abdug'affor Suratov. Sal bor shunaqa asalim. Hadicha endi bilmayman menga kuyishadimi, o'zligi kuyib ketishgan odamlarmi? Endi hayronman endi. Bunaqa nafaqat menga kuyadi, ular hammaga kuyadi. 400-500 dollar bo'ldi deb reklama chiqib qoladi. Ular yolg'onmi? Bilmayman, o'sha paytda ularga yozing, nima deyishar ekan. Menda ham o'sha turlarni olib bo'lgandan keyin registratsiyadan kishi boshiga 900 dollardan deb chiqdi-da, sraz yozdim. Yo'q, 9 dollar biz как раз hozir 7 ta olamiz. Iyulning oxirlariga deb opa deydi. Iyulning oxirida qaysi ahmoq keladi bu yoqqa? Yolg'onchilar-da. Srazu yozishingiz kerak, ya'ni. Srazu yozishingiz uchun yolg'on qilib chaqirish. Kecha ham yurimiz eski shaharga borsak, 1 dollarlik magazin deb yozib qo'ygan. Kirsanglar 1 dollarga bitta narsani o'zi yo'q. Yolg'onchi, mana yolg'onchilar bo'ladi-yu, aldab chaqirib olishadi-yu. 1 dollarlik magazin. Yolg'on. Ichida umuman 1 dollarlik narsa yo'q, o'rtoqlar. 1,5 dollardan boshlanadi. Ketdi. 1 dollar bo'lishi mumkin zubacheskasi. Ru Mehroj. Kimni sansirayapsan? Cho'rtello. Tarbiyani ko'rmaganmisan deyman uyingda. Hamma bir-birini sallab gapiradimi begonani? Urut. $400-500 dollarga endi u ko'plar obzor qilib bergan u 400-500 dollar. Yo'q, imенно mana registradan bilsam 800 dollar kishi boshiga deb chiqdi-da. Yozsam iyul oxirlariga opa deydi. Kim boradi iyul oxiriga? Yo'q, Nigora avgustda kelish xato. Bu yoqqa sentyabr oxiridan noyabrgacha kela olasiz. Yanvar, mart, apreldan mayli iyungacha kela olasiz. Bu yo'q xato. Sentyabr bo'limini bo'lsa kerak, chunki yozdan chiqayotgan bo'ladi-ku. Shahrimda 30 gradus bo'ladimi, 50 gradus bo'ladimi? Shu shayimiz boshqacha. Bu yerda unaqa vlajnost bor demayman, dengiz hisobiga normalniy ekan. Qaramabman umuman anaqaga gradusga boru. Adasini ichiga erim kelgan kunlar telefonlarini qizil sindirishgan. Shuncha telefonlari yo'q. Aprel, may zo'r paytda. Aprel, may, iyunni boshi zo'r payt. Mana bizga kelganimiz normalniy. Rahmat qizlar, yaxshi gap yozayotganlar. Bizda olib qo'yilgandek Kamal avgustgami? Endi mayli kelib ketinglar. Hech nima qilmaydi, amallisiri. Ko'p otellarda basseynlari muzlatiladi, sovutiladi. Raydomizda yo'q edi u narsa, agar qo'ymagan bo'lsa. Biz shunda issiq suvga tushardik, issiq havoga chiqardik, shamol ham yo'q edi. Iyulmi dadasi chirib ketganmiz. Ana o'shanda qizimga ko'ksaki toshib ketgan. Chirib ketganmiz, chirib. Bir ting bo'lgan damimiz. Bir hafta, 10 kun
toshma bilan yurgan Nuraniya. Tag'in ham rosa dardga og'ir ekan shu qiz. Oyoqlarini tegichi toshib ketgan, qosh qator tanasi boshqa dard bilmas deyshadi. Uni og'rig'ini biz his qilmaganmiz, o'zi his qilgan. Lekin bitta inglizcha jahlim chiqardi, bolam bechora. Eslasam, astag'firullah. Yomon narsa bo'lgan. Непонятный narsa-da, yana nimaligini ham bilmaganmiz. Kim keldi? Humayra bilasanmi? Men keldim. Kim bilan kelding? Kelsanmi? Kelsanmi? Yaxshiyam. Soching zo'r turibdi, qora qiz. Kim bu? Kim yozyapti? Jonga tegdi mashina aytmasdan. Naqma. To'xta, naqma. Shitir hid bo'lyaptimi? Nima? Shitir bu. Nima u shitir? Shitir hid bu. Shitir nima u? Shiptirmi? CD teganmi bunga? Kimni CD-ga tegan? Nuni. Yo'q-e. Mana bolamniki-ku. Nuni. Bor anaqaga vannaga olib kirib tashlagan. Chap tashlayman. To'g'ri ushla. Sochig'u. Yo'q, suv checha emas, ko'ksaki chiqqan. Naga ruka rot. Mana yomon, mana shu og'izga, qo'lga, qo'li ichiga, polniy oyog'iga, og'izga tashladi. Oyoq tegi bilan prям bosadigan joyga o'ylayapsizlar. Madina, yaxshimisiz? O'g'lim zanimatsiya qiladi, xudo xolis trenerlik qilyapti, individualniy, personalniy trenerlik qilyapti. Уже 5-6 ta odam oldi, individualniy pitaniyaga alohida to'lov bilan и onlayn zanimatsiya qilishga alohida to'lov bilan kuratorlik qilyapti, молодец. O'zi xohlagan yo'nalishdan ketdi-da. Kanikulda shu bilan zanimatsiya qilyapti, ertaga endi ko'ramiz, xolasa. Shuni kasb qilib, o'zi xohlabadi, shu sport yo'lidan ketdi. Kimdir ichimizdan ham sportdan ketish kerak ekan. Baraka topsin, молодец. 30-iyunga olmang Iroda, kelmanglar iyulda. Yo'q, kelmanglar. Mana do'ma sizlarga. Iyul, avgust, желательно, но isib ketadi, уже isib ketdi уже, juda isib ketdi. Ha, iflos kasallik, u yoq bu yoq, haqiqatda iflos kasallik bor, to'g'ri aytdingiz. Negativ yozgan dabbami? Menga anaqa yozdi, yana bitta bloger. 3 ta qizi bor, Safiya, Sadiya nimadir uchun. Menimcha ko'rsanglar kerak, shirin qiz, adasi bilan chiqadi. 1 oydan beri qidiraman, topolmayman, kitob berishmayapti dedi. Foydasi yo'q deb, bunaqa siqitlangan marazda, bu psixik kasal. Anaqa moralniy urod deydi bunaqalarni. Biladi-da, uni topib bo'lmasligini o'rtoqlar, lekin qaysidir podpischigim qidirib topganda nomeri +8 ga, ya'ni koreyskiy nomerga ochilgan bo'lgan. Uverenda hammani so'kib yuradi. Juda ko'pchilik yozgan ekan, bu aynan men uchun qilingan narsa emas bu. Rahmat Madina, salom.